Ukrainaning hujumi G'arbning Ukrainaga munosabatiga qanday ta'sir qiladi? Ijobiy yoki salbiy? Albatta ijobiy ta'sir qiladi. Chunki nima uchun bu o'zi ta'sir qilishi masalasini ham bir to'g'ri qo'llashimiz kerak-da. Ta'sir qilmaydi, balki G'arbni o'zi bevosita qo'llab-quvvatlaydi buni. Nima uchunki Ukrainani ular albatta 3 yildan beri ular kim tomonda? Ukraina tomonda. Demak, Ukrainaning qo'li baland kelayotganligidan albatta xursand bo'ladi. To'g'ri, mana bunday uning oqibatini o'ylagan bo'lishi kerak va oqibati bo'yicha modellashtirish degan narsa bor. Ular ham modellashtirgan, rejalashtirgan oqibati qandoq bo'ladi, ertaga nima bo'ladi, oxirgi nuqtasi qanday, boshlanish nuqtasi qanday, bu bo'yicha xulosalari bor, lekin umumiy aytadigan bo'lsak, ular albatta Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelyapti va bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaydi. Bektosh aka, bu urushni tugatishni cho'zib yubormaydimi endi degan savol. Cho'zib yuborishi ham mumkin. Cho'zilib ketishi ham mumkin. Endi bilasizmi, ba'zi bir mutaxassislar urush hali ko'p cho'ziladi deyapti. Nima uchunki bu yerda umuman olib qaraydigan bo'lsak, bu anglo-sakson sivilizatsiyasi va demak Rossiya o'rtasidagi kurashlar doim uzoq bo'lgan, uzoq yillarni qamrab olgan. Bu ham shunga o'xshab ketyapti. Bu yerda ham anglo-sakson rejimining oxirgi rejimi deganimiz bu tizimi, anglo-sakson manfaatlarining Ukrainada ko'proq demak aks etayotganini ko'rib turibmiz. Ukrainada demak anglo-sakson umuman G'arbning Rossiya bilan urushayotganligini kuzatishimiz mumkin va bu holat to ikki tomondan bittasi to'liq taslim bo'lguncha yoki resurslar tugaguncha davom etadi. Mening fikrimcha balki cho'zilib ketishi ham mumkin. Haqiqatda to'g'ri savol berdingiz. Keyingi savol, Rossiyada Bryansk va Kurskda ko'priklar qulashi terakt deb tan olindi. Bektosh aka, nega bu haqda juda kam gapirilyapti? Axir bu yerda 69 kishi demak 7 kishi halok bo'lgan va 3 nafar bola halok bo'lganmi, jarohatlanganmi? Shu haqda chaqaloq ham halok bo'lgani aytilmoqda. Ya'ni Ukraina tomoni ham fuqarolik infratuzilmalariga zarba berishni boshladimi degan savol. Endi bu yerda masalan to'g'ridan to'g'ri aholining yashash punktiga, bunda shahardagi domlarga yoki uylarga yoki bog'chalarga, maktablarga zarba berilgan yo'q-da. Bu yerda Ukraina tomoni infratuzilmaga zarba bergan. Bu yerda ko'prikka zarba bergan asosan va ko'prikni mayli zarba berdimi, portlatdimi, yo'q qildimi, bu yerda Rossiyaning harbiy kuchlarini harbiy qudratiga ta'sir ko'rsatish maqsad qilingan edi. Bu yerda demak u fuqarolik odamlarining o'lishi bilan bog'liq holatni masalan Ukraina tomoni har doim bizning maqsadimiz tinch aholini o'ldirish emas deb oqlay olishi mumkin va bu oqlash uchun imkon ham beradi-da. Endi tasavvur qiling, masalan kecha o'sha aerodromlardagi samolyotlarga zarba berdi. O'sha yerda bolalar o'ynab yurgan bo'lsa-da, masalan tasavvur qiling, o'sha harbiylarning bolalari kelib samolyot tomosha qilayotganda, zarar ko'rganda bu tinch aholini o'ldirish degani emas-ku. Xuddi shunday obyektlarga zarba berishda albatta tinch aholi vakillaridan bitta yarimta o'lishi bu tabiiy holat, uchrab qolishi mumkin-da. Shuning uchun men bu yerda masalan mutaxassis sifatida Ukrainaning tinch aholiga nisbatan zarba berdi deb hisoblamayman. Bektosh aka, xabarimiz bor, ya'ni G'arb tomonidan Ukrainadagi qurollarni ishlatishga taqiqlar olib tashlandi, uzoqqa. Bu oxir oqibat Qrim ko'prigiga zarba berilishiga olib kelishi mumkinmi? Mumkin, chunki Qrim ko'prigiga bir necha bor zarbalar berildi, zarba berilmay yotgani yo'q. Qrim ko'prigi hattoki yetarli darajada juda jiddiy shikastlangan holatlari ham bo'ldi. Hozir Ukraina uchun Qrim ko'prigi hayot-mamot masalasi emas. Agar hayot-mamot masalasi bo'lganda juda ko'p marta zarba berishi mumkin edi. Hattoki tasavvur qiling, mana shunday dronlari bilan bevosita ko'prikni buzib tashlashi mumkin-da. Mana shunday infratuzilmalarni yo'q qilyapti-ku. Shuning uchun ham demak Ukrainaga bugun ustuvor masala bu Qrim ko'prigi emas, balki ko'proq frontdagi vaziyatni o'zgartirish yoki frontdagi vaziyatni o'zgartirishga majbur qiladigan holatlar, ya'ni kechagidek holatlar, ya'ni Rossiyaning ichki hududlari. Rahmat. Putin kecha Trampga telefon qildimi? Men xabarsiz qolibman. Bu haqda ma'lumot chiqmadi. Yo'q, bu haqda hurmatli muxlis ma'lumot chiqmadi. Bu haqda keyin gaplashamiz, yana bir ko'rgandan keyin, lekin bu haqda alohida ma'lumot chiqqani yo'q. Bu juda ko'p ma'lumot chiqib ketardi bu bo'yicha. Albatta. Xo'p. Endi Istanbuldagi uchrashuvlar oxirgisi bo'lishi mumkinmi Bektosh aka? Oxirgisi bo'lishi ham mumkin, davom etishi ham mumkin. Bu bugun endi
o'zaro o'sha memorandumlarga bog'liq. Lekin mening umumiy tahlillarim bo'yicha bu oxirgisi emas. Bu asta sekin demak bunday jarayonlar sekin-sekin chuqurlashib boraveradi, ya'ni jadallashib boraveradi, chunki Rossiya tomoni ham oldingidek pozitsiyada emas. Bitta ikkita qishloqni ko'proq bosib olayotgandir, lekin ichki o'zining hududlarida mana bunday oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, sharmandali holatlarga uchrashi ularni ham demak muzokaralarga ko'proq undashi kerak va muzokaralarga ular ham ko'proq kuch beradi deb o'ylaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Hamasga taklif qilingan tinchlik rejasi bo'yicha juda ham ko'p gap so'zlar yuribdi, ya'ni Hamas uni to'liq qabul qilmaganligi va hokazo. Shu bo'yicha agar qo'shimcha bir munosabat bildira olsalar. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan bildirilgan, ya'ni Steve Witkoff tomonidan olib kelindi bu mujda, bu xabar. Hamasga rozi bo'lmasligining bitta holatini men o'zimcha aniqladim. To'g'risini aytsam, to'liq hamma bandi bilan tanishib chiqmadim. U bandlarda shunday holatlar borki, masalan, Hamas dastlab 10 ta Isroil asrini ozod qiladi va Isroil urushni to'xtatadi. Ya'ni otash kesimni to'xtatadi. 60 kunga. Ha, 60 kunga. Va undan keyin qolgan asirlarni ozod qilish evaziga, demak, Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlanadi. Bu yerda aniq vaqt ko'rsatilmaganligi menimcha Hamasni manfaatiga to'g'ri kelmadi. Ya'ni Hamas aytdiki, biz asirlarni ozod qiladigan bo'lsak yoki asirlarning murdalarini beradigan bo'lsak, ertaga kim kafolat beradiki, Isroil yana ahdni buzishidan, ya'ni yana harbiy harakatlarni boshlashiga aniq kafolat yo'qligi. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari aniq kafolat beradigan bo'lsa, yoki boshqa davlatlar ham bu yerda aniq kafil bo'lib, Isroilni bo'ldi, butunlay G'azodan chiqib ketadi va boshqa bu yerga harbiy, demak, kuchlarni tashlamaydi degan kafolat bo'lishi, demak, Hamasning manfaatlariga to'g'ri kelar edi. Lekin bu borada noaniqliklar mavjudligi uchun Hamas tomoni buni qabul qilmadi va Amerika Qo'shma Shtatlari esa Hamasning bunday qabul qilmaganligiga nisbatan juda katta e'tiroz bildirdi. Ya'ni bu yerdan biz aralashmay qo'yishimiz ham mumkin degan oxirgi xabarlarda shunday. Hamasning o'ziga katta zarar bermaydimi? Hamasning o'ziga ham juda katta zarba berishi mumkin. Men shundan to'g'risini aytsam, salgina bir afsuslanganday bo'ldi. Bu yerda gap Hamas ham o'sha hamma zarbalar G'azoga boradi. G'azogada endi Hamasga emas, bu yerda aholiga, bolalar, ayollar o'lib ketayotganligi, har kuni biz bilayotgan faqatgina harbiy zarbalar orqali o'layotgan yo'qda, oldindan kasal bo'lib yotganlari tuzala olmay o'lib ketyapti, kasalxonalar yo'qligidan o'lib ketyapti, ochlikdan, turli xil kasalliklardan xalq jabrini chekyapti. Hozir mening uchun masalan to'g'risini aytsam, Hamas ham bu yerdagi ma'lum bir g'ururi bilan bog'liq masalalarni yig'ishtirib qo'ysa-da, xalqning manfaati uchun balki ma'lum bir yon berishlarga borishi kerak deb hisoblayman. Meni o'zim bu mutaxassis sifatidagi fikrim. Bektosh aka, bugun ko'rsatuvga so'nggi savol. Bektosh aka, nega Ukraina mana shunchalik ichkariga zarba berdi? Burnini tagida ham qancha bazalar bor edi yoki boshqa masalan Rossiyani hujum qilib kirayotgan taraflar bor. Kupyanskda, keyin boyagi mana bu joyda nima edi? Pokrovskda, mana shu joylarda agar Ukrainaning shunday imkoniyati bor ekan, nega Rossiyani hujumini oldingi chiziqlarda to'xtatish choralarini ko'rmayapti? Rossiyaning ichkarisiga zarba beryapti. Bilasizmi, hurmatli muxlis, bu front chizig'iga da Ukraina yutqizyapti. Juda katta kuch tashlasa-da, tasavvur qiling, ko'plab tanklar, ko'plab askarlar, qurollar, avtomatlar, boshqa qurollar kerak bo'ladi. Rossiyaning ichki hududlariga zarba berish uchunchi oddiygina dronlardan foydalanib katta natijaga erishyapti. Bu front chizig'ida oddiy dronlardan bunday katta natijaga erisha olmasligi mumkin-da, buni Ukraina ham bilib turibdi. Ukraina imkon qadar harakat qilyapti front chizig'ida Rossiyani to'xtatishga. Lekin to'g'risini aytishimiz kerak, bu yerda salgina zaiflik qilyapti. Chunki kuchlar nisbati teng emas. Kuchlar nisbati teng emas. Lekin o ichkari hududlari to'g'risini aytaylik, qattiq qo'riqlanmasligini mana ko'rsatib qo'ydi. Demak, u yerda bemalol, ya'ni ichki tomondan zarba berish imkoniyatini Ukraina ko'rib chiqyapti. Ya'ni orqa tomondan deyiladi. Bu demak Ukraina uchun mana kecha muvaffaqiyat berdi-ku. Demak, bunday faoliyatni Ukraina ma'qul ko'rgandir. Bektosh aka, buni xuddi ali Yaponiyaning bir vaqtlar AQShning Pearl Harbor bazasiga bergan zarbasiga o'xshatishlar bo'lyapti. Sizningcha bu analogiya bormi? Ya'ni bu aytishyaptiki, bu
Rossiyaning Pearl Harbori bo'ldi deyishyapti. Bunga yo'q, unday deb hisoblamayman. Nima uchun? Pearl Harborga zarba berganda Yaponiya bilasizmi? O'ziga juda katta dushman orttirib olgan edi. Ungacha Amerika Qo'shma Shtatlari aralashmayotgan edi. haqiqiy dushman emas edi. Lekin bugun Ukraina bilan Rossiya haqiqiy dushmanga aylanib bo'lgan, u bir katta bir ajdahoni uyg'otib qo'yayotgani yo'q, allaqachon bu yerda urush bo'lib yotibdi. Shu nuqtai nazardan Pearl Harbor voqeasiga unchalik yaqin emas deb o'ylayman.